Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizlar bugungi videoroligimizda Dream Liga Soccer 26 o'yinida yangiliklarini va qanday yangilanishlar bo'lgan barchasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, unday bo'lsa boshladik. Hozir bizga Donnarumma kelgan va Donnarumma xuddi shunday Dream Liga 25 da ham 85 edi, hozir ham 85. Hozir mening tarkibim xuddi shunday. Bu yerda esa mening zaxira o'rindig'ida o'tirgan futbolchilarim bor. Hop, bunday bo'lsa, lekin yangilanish normaliy chiqqan. Gap yo'q umuman. Mbappe ayniqsa yaxshiroq bo'lgan. Barella 84 hozir, Rafinha 89. Bular o'zim kuchaytirganman. Videoni shu joyda aytib o'tishim kerak. Mana bu yerda klanlar bor ekan, ko'proq klanlar bor ekan. Xo'p, bularda orasidan qaysi biriga qo'shilsam bo'ladi? 55ligi. Men mana bu klanga qo'shilib oldim. Va bu yerda Rivaldo, Marcus, Valderrama va Pires, Roberto Pires kelibdi. Rivaldo 86 yaxshi kelibdi, lekin Rivaldo dribling yaxshi 92 va udar yaxshi ekan. Buni biz qanchada olamiz ekan? 115 $1000. Yo'q, mana 62500 da olishimiz kerak ekan. Yangi sezon pass ham yangilangan. Kimi joyda. Qani unda bitta o'yin o'ynab ko'ramiz. AS Milanga qarshi Luka Modric bor, yangilanib bo'libdi. Ben aytgancha, DLC 26ga Florian Wirtz kelibdi. Keladimi degan savol bor. Bitta baland raketda o'ynayapmiz. Obbo. AS Milan hujumga chiqib ketdi. Biz live o'ynaganimiz yo'q. Chunki biz live o'ynasak internet yaxshi ishlamasligi mumkin yoki boshqa muammolar bo'lib qolishi mumkin. Bu odatiy hol. Bir menda bo'lmasligi ham mumkin. Vinicius Junior, great run. Vinicius. Pedri. Yo'q. The shot was high and over the bar. Dream Liga 26 yangilangandan keyin mening fikrim bo'yicha Bruno Fernandes qo'shilgani yaxshi klan, lekin ba'zi bir futbolchilar juda pastga tushib ketgan va hozir mana bunday zarbadan so'ng hisob ochilmoqda. Rodrigo gol muallifi, assist Vinicius'dan. That's a goal he'll want to see again and again, and a short strike from this great player. Chiqqandan keyin live He steps up to steal the ball. Hozir mana bu yerda jarima zarbasi bo'ldi va hozir gol kirita oladimi? Pedridan zarba va lekin yaxshigina tepib oldim Magnanga. Magnam nechi bo'ldi darajasi deb o'ylaysizlar? Menimcha o'zgarmadi-yu, Magnam 80 edi, o'zgarmadi shekilli. Florian Wirtz kelganiga men xursand bo'ldim, lekin Phil Foden ancha yaxshi edi. Qizil ham bermoqda Virgil van Dijkga. Oddiy fol uchun hamali oddiy emas edi. Hozir zarba ham Barcelona Manchester United o'yinida hisob ochilgan. Ferran Torres gol urgan deb bizga kelmoqda. Gap yo'q. Dream Liga Soccer 26 o'yiniga gap bo'lishi mumkin emas.
xuddi shunday yangilanishlar va bundan ham boshqa har yil boshqa yangilanishlar qo'shib beryapti. Bu esa biz uchun yaxshi, juda ham yaxshi. Men 26 kelishini qachondan buyon kutayotgan edim va mana keldi ham. Yaxshi kelgan gap bo'lishi mumkin emas. Menimcha 10 dan 10 qo'yaman u. Bu Premier Super 26 DLC 3-0 Rashford 77-daqiqada urdi. Barselona Ballon tashladi endi. Hozir Milan yo'q. Alisson, fantastic stop. Yo'q. Bizda Alissonimiz bor, axir va mana bu yerda bo'lganini ko'rdingiz o'zingiz. Xo'p. Estopinian. Mbappe. He's taken back possession. Mbappe hozir tezlik ola oladimi? Kylian zarba va gol 3-0 Mbappe 90-daqiqada. Aytgancha men botga qarshi gol urdim. Right emas. And that's it. This team will surely be favourites to lift the trophy now. They're only one game away. O bizga 100 tanga bermoqda. Xo'p, biz mana o'yindan ham chiqib oldik. Biz hozir shunday o'ynamoqchimiz. Himoyada tushib qoldi endi Valverde. Boshqa himoyachi ham yo'q. Xo'p, boshladik. Qani kim tushishi mumkin? Hozir agar full o'yinchi yo'q. Bizdeki yangi Dow. O yangi Dembele. Ichelolisi Cristiano Ronaldo. Aytgancha endi Cristiano Ronaldo yo'q. Let's get going with today's game. O'yin boshlandi. Live. Militao in possession. Qo'lon to'pga yeta oladimi? This is Haaland. Surely now. Zarba va gol. Slotted home. What a way to start the Haaland match. He was 7-daqiqadanoq and has opened the gol scoring. urmoqda va assist Let's take another Federico look at it. Valverde. Some great Juda teamwork ham set up that goal. fantastik pas beribdi. Oyog'idan mixlab qo'ydi, keyin Erling Haaland. Here. Do'stlar, nega videoni kesib qo'yayotganim sababi No video complaints. A straight hali red. cho'zilib ketsa yaxshi bo'lmaydi. Va Mbappe shu yerdan gol kirita olarmikan? Mbappe yo'q. That shot from distance Hisob is berdi. stopped by... Mana do'stlar, yana Erling Haaland 45-daqiqada ham That gol was urdi. really well taken. Golni Here's how qaytadan they did qo'yib it. beraman sizlarga. Mana Haaland. Yana o'zi o'ng qanotdan hujum boshlab kiritgan super goli. So one team's game plan has gone out of the window after that sending off, and the other side used their advantage in the second half. Ikkinchi bo'lim ham So boshlandi. 45 minutes left of the game. Can the losing team come back from Qani 2-0 qanday down? bo'larmikan? Bu Delisimiz balli cho'zib tashladi. Hernandez. Pas Rudiger yana qo'lga They're moving the ball about so well. taktikani buzib qo'ydi mana shu. Taktikani Well put out. buzib qo'ydi. Biz yangi taktikaga o'tdik. He's moving fast with the ball. Defense were Haaland caught sal out, and now qoldi. he's through on goal. Lekin juda ham chiroyli gol kiritgan bo'lar eding. Cristiano Ronaldo. Here's Dembele. Surely now. The shot was high and over the bar. Time for a fresh pair of legs here then. Bu bilan men Barselona fanatiman demoqchi emasman. Men Real Madrid fanati Controlling the emasman. play with ease. That wasn't a very good pass. Well, the players are warming up on the touchline. Is Men it time for a Liverpool change? fanatiman. Lekin Real bilan Barselona Hooks it forward.
Uratasini ko'rdingizmi? Lewandowskini darvozaga qo'yibdi. Darvoza. Rudiger with the challenge. Uchun ko'proq gol yegan shekilli. They're well ahead now, and this should be the win for them. It's Lionel. Gol! Messi! Fantastic goal. Messi, Leo, Great goal. Lionel Messi. O'ng oyoqda Oh, and a comeback qanday gol finish. kiritib He qo'ydi? showed everyone how it's done. Leo. This plays a threat Wow, from any Messi, range. What a 30 strike metrdan from distance. He couldn't have struck it any better. He unleashed that juda ham powerful shot super towards goal. qirolona To enter the fray. demoqchiman. O'ziga mos golni urdi va mana raqibimiz chiqib ketmoqda. 78-daqiqada axir 3-0 ga yutyapman. Baribir ilojini topishni yo'li yo'q. Umuman yo'li yo'q. Xo'p, mana biz video o'yindan ham chiqib oldik. Arne Slot, Liverpool, Joelton ketdi. Bu yerda esa Lautaro Martinez, xuddi o'zi Lautaro Martinezning, lekin tezligi 79 edi, bilaman. Pas ham 80 mi adashmasam. Lekin dribling o'zgarmagan, udar ham o'zgarmagan, 92 edi. Do'stlar, videomiz shu yergacha edi. Mana klanimiz oshib bormoqda. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Biz kanalni hali endi yangi ochdik. Bir haftalikda ochilgan kanal bu va videolar ham xuddi shunday. Sizlar qancha like-ni, prosmotrni ko'p qilaversalaringiz, menga shu darajalik motivatsiya keladi va keyingi videolar chiqishiga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Samandar Abdullayev bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.